Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Oyoqingiz o'lchami nechi? Shuni bitta ushlang. Olib turasiz, biramanlar. Olay. Oyoqingiz o'lchami nechi? 45. 45. Chetiroqqa saqlang, sovg'amiz bor aka. Hozir probkada qolib turdik. Probkadan foydalanib, akamlarga sovg'a beramiz. Yo'lni ko'rsing. Probkada biz hozir. Bo'ldi. Chetga saqlaysiz aka. Qaytasizmi, to'g'ri ketasizmi? Qaytib saqlaysiz. Bo'ldi. Kamardan taqilgan bo'lish kerak bo'lmasa. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Buni yedirib qo'yamiz. Keling endi. 45 dedingizmi? Ha. Ushlang. İçine oching qani. Bor ekanmi oyoqing? Bor. Bu sizga sovg'a. Bu hali hammasi emas. Yana bitta oyoqni yutib olishingiz mumkin. Standart O'zbekiston va Patinkachi profiliga obuna bo'lgan bo'lsangiz Instagramdan yana bitta oyoqni qo'shib beramiz. Standartga obuna bo'lganman, lekin telefonim o'z yonimda emas, ishxonaga zaryadga qo'yib chiqaman. Bloger mor deb ko'rsangiz standartga nima qilganman, lekin oyoq kiyimga nima qilmaganman. Propiska tashlamagan. Yaxshi kun aka. Sog' bo'lasiz. Xursandsiz? Bo'lgan shu. Mayli aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mikrofonni o'tamiz. 1 2 3 Obuna bo'lib qo'yamiz.